Diqqat aholiga tezkor xabar. Endi maktab va bog'cha xodimlari uchun O'zbekistonda barchasi bepul bo'ldi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, endi maktab va bog'cha xodimlari davlat hisobidan bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladigan barcha xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish haqida juda muhim ko'rsatma berildi. Bu tadbirlarga davlat byudjetidan 71,4 milliard so'm ajratilgan, deyiladi xabarda.